Qizlar hozir bitta klientim telefon qildilar, o'sha videolardan o'zlari tushunib yetdilar. Bir haftami yo 2 hafta oldin men bilan yozishgan ekanlar. Men tushunib yetdim, что чистка nabor menga baribir kerak ekan. Bo'lmasa смысла нету nabor, boshqa nabor, ya'ni men bu nabor tavsiya qilganman. Endi bu nabor emas, asli men Zefem nabor tavsiya qilganman. Mayli boshida hozir shu nabor bilan sevgi muhabbatlari uyg'onsin deyapman, rezultat ko'rsin deyapman. Undan keyin sal qimmatroq nabor oladi o'zi любой kishi. Shu uchun birinchi чистка nabor, bu klientkam yuzlarida poralari borligi uchun bu haftada bir marta, ba'zilarda men buni 10 kunda bir marta ishlatishni tavsiya qilaman, yuzi rasmiga qarab. Bu чисткamizni olganlaridan keyin poralari uchun mana bu peeling pad обязательно kerak. Bu novinka serumimiz, Again serum, bu poralarni kichraytirish uchun yordam beradigan serum. Bundan keyin men bu naborni ishlatalar, kechqurun va kunduz ishlatalar. Quyoshga chiqishi faqat mana shu SPF ga tushadi bu kishi. Bu SPF gani surib chiqadilar. Mana shuni o'zidan yuzlari o'zgarish boshlaydi.